Maskalarni o'zimiz uchun yechaylik. Mayli tashqariga shunaqa maskamiz ko'p, lekin o'zimiz uchun ham maska juda ko'pda. Borib turib nimanidir xohlasak, bir oddiy kiyim borasida ham boshqaga yoqadigan kiyim, ya'ni erga yoqadigan kiyimni olib kiyamiz. Bu maskada. Sen o'zing xohishingni qilmayapsan-da. Bo'ldiki, yana ichkari bitta sinadi. Yana nimadir qiladi inson, yana ichkari bitta sinadi, qalb sinadi-da, tiklab bo'lmaydigan darajaga keladi keyin. Endi men maskamni yechib yashayman desam anavi bo'ladi-ku. Albatta, qarshilik yo'q. Bu nimada demoqchiman. Sen erkin bo'l desa, yo'q, meni vaqtim yetmaydi, boladan ortmayman. Sen erkin, hech bo'lmasa erkin fikrlaylik qizlar. Nima xohlashimizni bilaylik, erkin fikrlaylik, o'zimiz qo'yib yuboraylik. Faqat biz kerak emas narsa haqida o'ylaymiz-ku. Menga bu kerak emas. Meni erim jahli chiqadi. Meni bolalarim yomonlik. Yo'q, yaxshi narsa haqida o'ylaylik, o'zimizga kerakli fikrlar haqida energiyamizni band qilaylik. Men o'zimni sevgidan himoya qilibman. Men o'zimni oilamdagi barakadan himoya qilibman. Men o'zimni munosabatlardagi sevgidan himoya qilibman. Men o'zimni o'zimdan himoya qilibman. Men to hozirgi shu kungacha himoyada ekanman. Men ichki kurashlarni to'xtatdim. Ichimdagi ichki jangni to'xtatdim. Ichimdagi jangchi to'xtadi. Ichimdagi jangchi to'xtadi. Ichimdagi jangchi to'xtadi. Men ichim va tashim bir. Meni ichim va tashim bir. Men hamohanglikdaman. Men birlikdaman. Men hamohanglikdaman. Men hayollarim, men harakatlarim, meni so'zim bir. Men hayollarim, men harakatlarim, meni so'zim bir. Men hayollarim, harakatlarim, so'zim bir. Men bir hamohanglikdaman. Men bir sinxrondaman. Yo Allohim, ichki isyonlar to'xtadi. Yo Allohim, ichki isyonlar to'xtadi. Yo Allohim, ichki isyonlar to'xtadi. Allohim, ichki isyonlar to'xtadi. Men sevgiga o'tdim. Men ishonchga o'tdim. Men sevgiga o'tdim. Men ishonchga o'tdim. Men ishonch sevgi to'lqinidaman. Allohim, men sening kenglik to'lqiningdaman. Men his qilyapman kengayayotganimni. Men his qilyapman rivojlanayotganimni. Men his qilyapman kundan kunga o'sib, kengayib, rivojlanib borayotganimni. Pullarda kengayayotganligimni, ishonchda kengayayotganligimni his qilyapman. Men buni ko'rayapman. Men buni eshityapman. Menga sevgi kelishi oson va yengil. Menga pullar kelishi oson va yengil. Menga baraka kelishi oson va yengil. Menda ishonch ko'p, menda ishonch ko'p, menda ishonch keng, menda sevgi ko'p. Men sevgiga ochildim. Men sevgiga ochildim. Yo Allohim, men senga ochildim. Sen menda bo'l, men senda bo'lay. Allohim, menda sen bo'l, senda men bo'lay. Allohim, menda sen bo'l, senda men bo'lay. Qarshiliklardan chiqdim. Qarshilikdan chiqdim. Qarshiliklardan chiqdim. Men hamohanglikdaman. Men sevgi oqimidaman. Men sevgining ilohiy oqimida ekanligimni his qilyapman. Jarayonlarim ilohiy, hayotim ilohiy, harakatlarim ilohiy, tanlovlarim ilohiy. Men buni his qilyapman. Men buni eshityapman. Men buni anglayapman, ko'rayapman. Minnatdorman. Shukronalik keltiraman. Men o'zimdan ham minnatdorman. Uddalay olganligim uchun, uddalaganim uchun, uddalaganlar safida bo'lganligim uchun men o'zimdan minnatdorman. Va Allohim, har bitta vaziyatlarga shukronalik keltiraman. Isyonlarda yashagan, qarshiliklarda turgan, ichimdan qarshi chiqqan har bitta holatlarimni tan olaman, qabul qilaman. Ularda sevgini ko'rishni boshladim. Men har bir hayotimda
Ilohiy sevgini ko'ra olayapman. Man sevgi oqimidaman. o'zligiga qaytishlik qiladida hammasi qalb bilan yashagandan keyin tashqari aks ettiradi o'sha narsa. Ha, energiyani kuchaytiradi hamda o'sha. Shunday. Keyin sizda qarshilik ham bo'lmaydi, maska ham kiyib o'tirmaysizda qalbga qaytganingizdan keyin. To'g'ri. Hamohang bo'lib ketadi-da. Ha, hamohang. Sizni qo'llashadi-da. Maskamni yechib olaman desam, o'zida bo'lmasa yasholmaydi-ku. Man bitta so'zim bor edi-da, xuddi aytganingiz, psixologiyada birinchi kirib kelganda manga hech kim qarshi chiqmasin, nima bo'lsa ham shu yo'limda yuraman. Chunki ichkarida qanchadir foiz qarshiligim bo'lganda, ular menga ko'rsatib bermasin, faqat o'tirsam ham duo qilardim, tursam ham duo qilardim. Menga hech kim qarshi chiqmasin, erim qarshi chiqmasin, yana kimdir qarshi chiqmasin, men harakatim yaxshi bo'lsin. Va vaholanki xuddi siz aytganingiz hozirgi kunda. Sen o'zingga o'zing qarshi chiqma, o'sha fikringni o'zing qo'llab-quvvatla birinchi o'rinda. Ha, ichingda ayt qila olasan, ikkilanma, qat'iyan jur'atli bo'l, uddalaymiz, g'olib bo'lamiz, qila olamiz, shu harakatni davom ettiramiz de bo'lar ekan. Men ongimda ularga qo'yganman-da mas'uliyatni. Ular aybdor men chiqolmayotganim uchun. Men erim aybdor, ruxsat bersaydi, pul bersaydi qilardim. Gap o'zi ruxsatda ham, pulda ham emas, mana ichkarida bu yerda o'zi taxlab taylangan sabablar. Yo bo'lmasam u unday deydi, bu bunday deydi. Shuning uchun qila olmayapmiz-da, atrofga ayblarni yuklab qo'yish. Va vaholanki bu bizni hali beri ochmaydi-da, bostirib gumbazchani ichiga tiqib qo'yadi. Shunday gaplar. O'y fikrlarni hissiyot bilan hamohang qilish. Emotsiya bilanmi? Har doim ruhiy holatda inson emotsional holatda yashaydi o'zi ayollar. Biz ayol kishimiz-ku, biz emotsiya boshqaradi va agar har doimda o'zini eshitmaslik, o'ziga quloq solmaslik, tashqi taraf bilan uzilib qolamiz biz. Biz ayollar uzilib qolamiz, chunki biz tashqi olamda hissiyot bilan yashaymiz-da. Agar bir aqlga ketishni boshlasak, men qila olaman, ya'ni men qila olaman degan kurash ongida. Ama uddalayman degani, ya'ni ko'rsatib qo'yaman senga, isbot ongiga ketishni boshlasak, biz ayol sifatida biz aynan o'shanda energetik hislarimiz yopiladi. Nima his qilayotganimizni bilmaymiz. Bilasiz, ko'p terapiyaga insonlar nima his qilayotganini bilmaydi. Chuvstvet yo'q-da. Qancha ishlasangiz ham, ha endi nimadir his qilyapman deydi-da, qalb juda yopilib ketgan. Ba'zan shunaqa insonlarga tushsangiz, qalbidagi nimasini endi hozir nimada shu ishonchini chuvstvenni bir uchqunni izlaysiz-da. Qayerdadir o'sha uchqun bordir, qayerdadir qolgandir. Yo'q, hayotdan umidi so'ngan, hayotga ishonchi yo'q, hayotga nisbatan yashashga zavqi yo'q. Bu bo'lganda. O'sha norozilikdan chiqish, o'zini rivojlantirishga. Albatta, inson tashqarini o'zgartirishga kurashib ketganda, men yordam beraman, bolamni hayoti o'zgaradi. Men yordam beraman, erimni hayoti o'zgaradi. Men ham yashaganman qizlar, 24 ga 7 erim haqida o'ylardim. Nima qilsam shu yaxshiroq ishlaydi-yu, padda o'zing haqingda o'yla shuni. Yo'q-da, shunisiz. Oxir bir kun charchatadi bu narsada. Keyin inson o'zi haqida ya'ni tashqaridagi o'sha bog'liqliklardan o'ziga bog'lansa, ilohiy ruhiga bog'lansa, bu ilohiy ruh orqali Allohga bog'lanadi va o'zini kuchini ochadi. U o'zidagi potensialini ochadi. U nimada zo'r bu hayotda? Hammamiz nimadadir zo'rmiz. O'sha kuch uyg'onishni boshlaydi. O'ziga bog'langandagina. O'sha to'ppa-to'g'ri, masalan, shoir ochadi meni, yo sohiba ochadi, yo Rayhon meni ochib qo'yadi degan narsadan uzilish kerakda, javobgarlik o'zimda degan paytda o'ziga qaytadi. Hamma javobgarlikni o'ziga olish kerak. Anglash keladi o'shanda. Ha, o'zingizga bog'langandagina o'zingizni oqimingizdagi o'zingizni javobingiz keladi. Men ko'p qo'yib beraman terapiyalarga. Javobni o'zlarini qalbidagi javobni o'zlari eshitishlariga-da, ya'ni mendan eshitmasliklari uchun yoki men shartta yechimni yechib berib qo'ysamda, 2 ga 2 4 bo'ladi desamda, ular shartta ostida o'sha ketsa-da, keyin nimaga hayotimga ishlamayapti? Chunki u 2 ga 2 qo'shsa 4ligini bilmayapti-ku, mehnat qilmagan u holati uchun. Yana energiyasi tushib ketib qolsa, aytganingizdek, psixolog aybdor, terapevt aybdor, pul qayerga ketdi? Yo'q. Azizim, siz energiyangizni qayerga sarflaganda kuchingiz, ya'ni energetik quvvatingiz tushib ketyapti. Sizda qayerda juda kuchli charchoq bo'lyapti. Siz o'zingizga qayerda qarshi fikr qilyapsiz-da. Siz qayerda o'zingizga qarshi harakat qilyapsiz. O'zingizni qayerda yo'qotishni boshlayapsiz. Ya'ni barbod qiluvchi programmangiz o'ynab ketyapti-da.
mana o'sha nuqtalarni ko'rgandagina bundan voz kecha olasiz. Ungacha voz kechmaysiz, qilaverasiz o'sha ishingizni. Ya'ni men uchun bu nima ekan deb, foyda ekan debda. Ya'ni erimga yordam berish bu men uchun foyda ekan. Bolamni qo'llash men uchun foyda ekan. U o'zidagi kuchini ocholmas ekan demaymiz. Ya'ni bolaga yordam berish biz ona sifatida yaxshi deymiz. Lekin u erkak-ku, ertaga o'g'il bola o'zini oilasini boqish kerak, uni mas'uliyatini olish kerak. U bitta o'zini boqa olmasa, mas'uliyatini ko'tara olmasa, u oilani qachon mas'uliyatini oladi? Xuddi mana shunday narsa. Va men ham turmush o'rtog'imga rosa aqlli xotin bo'lganman-da, aql o'rgatganman. Buni qilsangiz pulingiz zo'r ko'payadi, buni qilsangiz zo'r bo'ladi, buni qiling, buni qiling. Vaholanki bu narsa bo'ldi, men endi hech narsa qilmayman, uyda o'tiraman deyish boshlab qoldi. Chunki uni hamma fikr mas'uliyatini men olib oldim-ku, o'zini kuchini ocha olmasligini boshladi. Va mana shu oqibatidan uzilish qo'yib yubordim. Ya'ni siz ham shunday qilishingiz kerak. Va buni qila olmasangiz terapiyaga kelishingiz kerak.